Chirchiq shahrigacha yugurib keldim. Bugun sizlar bilan 21 kilometr, ya'ni yarim marafon yuguramiz. Yugurishni boshlashdan oldin yengil mashqlar bilan tanani qizitib olamiz. Uzoq masofaga yugurishdagi eng muhim jihatlardan biri bu. Konstani eshitgan holda yugurishni boshladim. 5 kilometr bo'ldi. Pulsni nazorat qilib boryapman. O'zim yaxshi qolma, davom etamiz. Kechqurun yugurganim uchun doim o'zim bilan fonar olib yuraman. Buradan 2 soatda 10 kilometr. Pulsni nazorat qilib boryapman. Buni 40 ta, 155 ta taxminan. Efendim. Suv olamiz hozir. 12-kilometrda suv oldim. Hech kim yo'q. Biroz hozir havo. Mazza. Qariyb tugatdim. 20 kilometr. Kayfiyat yaxshi, yomon emas. 1 kilometr qoldi. Tugatib qo'yamiz. Va nihoyat 21 kilometr. Yarim marafonni bosib o'tdim Chirchiq shahrigacha. Nega yuguraysan desalaring? 198 avtobus bekatida ulgurishim kerak. Men nihoyat 198 avtobusga chiqa oldim. Energiya uchun yogurt va suvdan foydalanaman. Kuzatib boring, Chorvoq Somon borib o'ylab 50 kilometr yuguramiz. Obuna bo'lishni unutmang.